Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, mebelchilar, interyer dizaynerlari. Biz Bazis mebelchilikda mebel chizishlikni darsliklarini ham o'rganishni boshlaymiz. Birin-ketin o'rgatib o'taman. Avvalgi darslikda Bazis mebelchilikni qanday to'g'ri o'rnatishni, kompyuterimizga o'rnatishni ko'rib chiqqandik. Endi bu safargisida mana bunday bir bejirim pattivini chizishni birgalikda ko'rib chiqamiz va birga chizamiz. Xo'p, sizlar bilan men Islomjon Davlatchayev, Qozoqbayev Anvarjon aka shogirdlari bo'laman. Ba'zi mebelchilikka kirganimizda albatta mana bunday oynaga to'g'ri kelamiz. Birinchisi model yasash, furnitura yasash, fragment yasash, chertoj chizish va biz model yasashni tanlaymiz. Bularni hammasini darslar oxiriga qadar hammasini nima ekanligini bitta-bitta tushuntirib chiqaman. Hozir esa bizga shu kerak. Model yasashga tanladik. Zakaz nomi, zakaz keling podtv deb nomlay qolaylik. Model, birinchi model, artikul, ular shart emas. Bizga modelimizning shirinasi kerak bo'ladi. Shirinasi albatta 1,5 metr. Men avval shu narsani darslikni tayyorlash uchun suratga kirgizgan edim. Balandligi esa 65, chuqurligi esa 45. Buni xohlaganingizga o'zingiz razmerlarni o'zgartirishingiz mumkin. Xo'p. Okay. Mana bizga gabaritni ramka tayyor bo'ldi. Bu ena buraylik, balandligi 65, chuqurligi esa 45 santimetrlik ramka. Bu Bazis mebelchilikning har bitta bo'limi alohidadan bitta darslik. Shuning uchun hammasini bitta-bitta to'xtalib o'tmayman. Dars davomida qolganlarini hammasini ko'rib olsak bo'ladi. Bu sozlamalarni sichqonchaning o'ng tarafini bosgan holatda mana bu yerdan yoqiladiganlar. Men kerak bo'lganlarini hammasini yoqib qo'yganman. Buni zakrepit qilib o'zgartirib bo'lmaydigan qilib qo'ysa ham bo'ladi. Agarda sizda zakrepit yoqov bo'lsa, bu hech nimani o'zgartira olmaysiz. Agarda zakrepitni yoqib o'chirib qo'ysangiz, mana bunday qilib surib o'zingizga kerakli tabloni o'zingizga kerakli joyga qo'yib olishingiz mumkin. Xo'p, garaj klavishlarini ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni Ctrl1 tugmasini bosganingizda, Ctrl hamda 1 tugmasini bosganingizda o'ng tarafdan ko'rsatadi. Ctrl2 ni bosganingizda ro'paradan, Ctrl3 ni bossangiz tevadan ko'rsatadi. Men asosan shu 3 ta ko'rinishdan chizaman. Ctrl4 da hamma tomondan 3D holatda ko'rishligingiz mumkin bo'ladi. Hop, birinchi ro'paraga o'tib olamiz va bizga yordamchi chiziqlar kerak bo'ladi. Misol uchun sokil yasash uchun pastdan 8 cm tevalikqa, misol pastdagi hozir nima qilganimni ko'rsatgan boshqachadan ko'rsataman, tushuntirishingiz mashq bo'libdi. Mana bu yordam chiziqlari va uni bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga taklif beradi. Mana pushti rangda ko'rsatyapti. Qaysi tomondan qo'yasamiz, tagiga qo'yamiz. Tagiga teva tomoniga yurish kerak. Qancha yurish kerakligini esa mana bu yerda yozib ko'rsatyapti. Qarang, klaviaturadan yozaman 8 cm. Sizda ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu yerda 8 cm, ya'ni 80 mm yozildi. Enter tugmasini bossak, 80 mm ga yordamchi chiziqni qo'yib berdi. Endi keling eshiklari uchun ham joy tashlab olamiz. Eshiklari o'rtacha 40 cm da bo'lib qolsin. 400 mm, bu tomondan ham 400 mm. Endi o'rtada polka kerak bo'ladi. Balandligi 65 bo'lsa, 8 cm sokilga chiqib ketsa 37 cm qoladi. 37 ning teng yarmi 28, 37 deyman, 57, 28,5, 28,5. Endi sokil ham biroz ichkariroq kirib turadi. Shuning uchun 5 cm kirgizganimiz ma'qul. Ichkariga. Bu chiziqlar mebelda hech nimani hal qilmaydi. Faqatgina bizga yordamchi chiziqlar xolos. Bular raskroyda ham, mebel detallar nomida ham chiqib kelmaydi.
bu tugmani qo'yib yuborish uchun eski tugmasini bir bora bosamiz va chiqib ketdi. Endi bizga krishka kerak bo'ladi. Krishkani olamiz. Krishkada mana ko'rayotgan bo'lsangiz, burchagida turibdi. Biz probel, ya'ni uzunchoq tugmani bosgan holatda uni xohlagan burchagimizga olishligimiz mumkin. Bizga mana bu burchak va qarang, shu burchakka yaqin turmayapti. Ctrl tugmasini bossam, o'sha burchakka o'zi avtomatik yopishib oladi. Mana yopishdi. Va biz tugmani bosamiz, uni nomlang deyapti bizga. Dom, ya'ni krishka donishka, krishka dno deb nomlaymiz. Biz ustalarimiz shunday o'rgatishgan. Hop, teva tomoni bo'ldi, past tomoniga ham dnoni qo'yib olamiz. Ctrl tugmasini bosasiz va o'zi yopishib oladi. Bu ham qayerda yozishni boshlaganingizda o'zi chiqadi, taklif chiqdi. Endi bizga polka kerak bo'ladi. Shuning uchun mana bu yerga keltirib, eskani tagida yo tugmasi bor, shuni bir marta bossak, shuni ichiga tushirib berdi. Endi bizga bu markazda bo'lishligi uchun probel orqali bu nuqtamizni markazga keltirib olamiz va Ctrl tugmasi yordamida polkani ham joylab olamiz. Endi bizga bokovina kerak bo'ladi. Bizga mana bu chiziq kerak emas, xalaqit berish mumkin. Buni o'chirib tashlaymiz. Endi mana bu yerda detallar bor. Men hozir front ustki, ya'ni bunaqa yotiq detal berishlik uchun mana bu tugmadan foydalandim. Tik vertikalniy panel olish uchun mana bu tugmadan foydalanamiz. Bu bizga bokovini olishlik uchun kerak bo'ladi. Bizda mana bu yerda shagda 1 mm turibdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, shu 1 mm o'zingiz xohlaganingizni o'zgartirishingiz mumkin. Yo tugmasini bossak, bizga balandligini o'zi to'g'rilab beradi. Chekkaga suramiz va strelka orqali bir marta bossak, bu shagni 1 mm qilib qo'yganimiz uchun 1 mm suradi chekkaga. Va enter tugmasi bilan bak deb nomlab olamiz, ya'ni bokovoy. Buni 2 marotaba bosib, bu yoniga qo'yib olishimiz mumkin va burchakka olib kelgandan keyin bir tugmasini, strelka tugmasini bir marotaba bosib, yana bak deb nomlab oldik. Nimaga 1 mm ichkariga kirgizayotganman? Chunki bu yerda agarda kromka ovalniy bo'ladigan bo'lsa, bokovoyimizni qirg'og'i ko'rinib qoladi. Keling, o'rtaga ham qo'yib olaylik. Tashqarisiga qo'yaylik 40 cm dan. Bak. Nimaga tashqarisiga qo'yganimni hozir alohida tushuntirib o'taman. Bu tomondan ham bak. Endi mana bu polka buni ichiga kirib qoldi. Hozir uni ham to'g'rilaymiz. Eski tugmasini bossak, mana bu ichiga kirgizib qo'ygan holatdan chiqazib yuboradi. Endi bizga bu yerga kerak. Yo tugmasini bosamiz va ichkariga sig'dirib oldik. Bu nomi sokel yoki noshka deb bersak ham bo'ladi. Noshka. Bu tomoniga ham yon noshkani qo'yib olamiz. Endi bizga mana buni to'g'rilashimiz kerak. Ichkariga kirib qoldi. Ctrl tugmasi bilan sichqoncha 1 metr tanlaymiz va bu burchakka olib kelamiz. 16 mm kichraydi. Ya'ni 68.4 mm, ya'ni 64 cm 4 mm joy detal qoldi. Yana endi bu tarafidan ham kichraytirib olishimiz mumkin. Sichqoncha bizda u yoq bu yoqqa aylantirishlik uchun juda katta rol o'ynaydi. Sichqonchani g'ildiragini oldinga orqaga surishlik, yaqinlashtirishlik, sichqonchani o'ng tomonini bosishligimiz bizda detallarni xohlagan tomonimizga surishligimiz, chap tarafini bosib turib aylantirishligimiz esa detallarni tanlashlik uchun bizga yordam beradi. Chap taraf nuqtani tanlash uchun chap tomonini bosamiz va bu burchagini bosamiz.
ana endi bizda 66-108 ya'ni 16 mm kichraydi detalimiz. Endi bizga sokelni old qismi ham kerak bo'ladi. Bizga mana bu chiziqlar endi xalaqit berishi mumkin. Shuning uchun bu chiziqlarni o'chirib tashlaymiz. DLT tugmasi bilan o'chirib tashlasa bo'ladi. Frontalniy detal kerak bo'ladi. Frontalniyga bu yerga qo'yamiz. Yo tugmasini bir bossak balandligini joylashtirib berdi. Yana bir marta bosishimizga ichiga joylab berdi. Endi biz Ctrl 3 tugmasini bosib tepaga ko'rinib chiqib olamiz. Mana bu yerda ringiz tugmasiga o'tib olsak, hop. Biz bu burchagiga kelib oldik. Endi biz 1 mm emas, keling 2 cm ichkari kirgizaylik. 2 cm surildi. Nomi sokel. Old qismiga ham o'tkazib olib, nimaga 2 cm surganimning sababi orqada plyunts bo'lishi mumkin. Plyunts bunga xalaqit qilmasligi uchun 2 cm surib qo'ydim. Endi mana bu no'shkamimiz xalaqit berishi mumkin. Shuning uchun buni ham 2 cm kichraytirib qo'yamiz. Oldidan va orqasidan va oldidan ham. Endi bunisi ham. Meni sichqonchamni batareykasi bo'layotganga o'xshaydi. Shuning uchun qolib ketyapti ba'zida. Hop. Ctrl tool bilan perspektivaga o'tishimiz mumkin. Mana korpusimiz tayyor bo'ldi. TV'mizning korpusi. Endi biz bunga eshik qo'yishimiz kerak bo'ladi. Eshik qo'yish uchun mana bu yon panellardan mana bu tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Uстановка двери. Bu tugmani bosishimiz bilan bizga eshikni sozlamalari kelib chiqadi. Eshikning ustki qismiga yoki 0.8 qochirib bitta bokovoyga ikkita eshik o'rnatilgan holatda yoki mana bu bokovoy, mana bu eshik, ya'niki tevadan ko'rinishi ichki tomonga ham qo'yishimiz mumkin. Bu yerda sozlamasi DX, ya'ni mana bu yerdagi 3 mm zazori, DY, ya'niki mana bu yerdagi zazor, ya'ni 2 mm ichkariga kirib turishligi. Bu yerdan biz eshikni ikkita ham qo'yishimiz mumkin yoki yotgan holatda ham qo'yishimiz mumkin. Mana bizga hozircha tik holatdagi kerak va hamma tomondan zazorlarni ham mana bu yerda qo'lda berib chiqsak bo'ladi. Men oshiq-moshiqni tanlashim kerak. Ko'pincha shu oshiq-moshiqdan foydalanaman. Chunki buni nastroykalarni hammasini o'zimga moslab olganman. Ruchka qo'ysak ham bo'ladi, lekin men ruchka qo'ymayman. Materiali esa bizga Turkcraft Zolotoy bo'lib qolsin. Turkcraft Zolotoy. Kromkasi 19 ga 1. Endi bizdan qayerga o'rnatishni so'rayapti. Teva tomondagi chizig'i, past tomondagi chizig'i oranjiviy rangda palasa tushyapti ko'rayotgan bo'lsangiz, endi qochish kerak bo'lgan, ishani qochish kerak bo'lgan eshik tomon bokovoy mana bunisi va qayergacha bo'lish kerak? Mana bu yergacha. Mana bizga eshik qo'yib berdi. Endi biz oshiq-moshig'i teshigini joylashtirishimiz kerak. Mana bu yerda shagini 5 cm qilib olaman va rengin ko'rinishiga o'tkazib olaman. Burchakka qo'yamiz. Strelka orqali bir qadam pastga tashlaymiz va enter. Bitta oshiq-moshig'i o'rnadi. Bu tomonga ham. Mana biz birinchi eshigimizni o'rnatdik. SK tugmasi bilan bu buyruqdan chiqib ketdik. Endi yana bitta eshik berishimiz kerak. Bu eshik ham xuddi shu sozlamada, okey. Krishkani tagi, dunoni tevasi va qochish kerak bo'lgan bokovoy va oxirgi chiziq. Xuddi shu ko'rinishda biz oshiq-moshig'ini joylashtirib olamiz.
joylashtirib oldik. Endi bizga buni bu chiziq kerak emas. Bizda mana bu yerda detallarimizning nomi. Bizga mana bunisi shu detallarni hammasini boshqacha materialda qilib olsak yaxshiroq bo'lardi. Mana bu yerdan ya'ni Dub Craft Belly'ni biz LDSP Shagrin Cherniga o'zgartirib qo'ya qolamiz. Okay. Mana bizga ustki qismi qora va yuzasi esa yog'och rang detallar paydo bo'ldi. Bu detallarni bizda mana eshik va petlalarni hisob qilmaymiz. Qolganlarini направлениясini mana bu yerda свойствоsi bo'ladi obyektni. Направлениясidan nezadan, ya'niki yo'lini qizig'i yo'q qilib qo'yamiz. Ikki eshigimizni esa направлениясini gorizontalniy qilib tashlaymiz. Endi biroz chiroyliroq ko'rinishga keldi. Biz kromka berishimiz kerak. Albatta, bu bir xil rangga alohida kromka va mana bu bir xil qora ranglarga alohida kromka belgilashimiz kerak bo'ladi. Kromka tugmasini bosamiz va bizga o'zimizga kerak bo'lgan kromkani belgilaymiz. Sizda mana bu podrezat hamda добавить припуск tugmalari ikkovi hamda каждый от деталей tugmasi yo'q turishi kerak. Mana shu holatda yo'q tursa, detallaringizdan kromka haqqini kesib olib tashlamaydi. 1 mm kromkani tanlab oldim va bu hamma tomoni kromka. O'zi eshik qo'yish jarayonida biz kromkani belgilagandik. Закончить. Mana buni ham закончить. Ya'ni biz bu ikkovini kromkasini belgilab bo'ldik. Endi keyingi kromka 0.4 deb beraylik. 0.4da polkamizni old qismi, ya'ni bu tevadan ko'rinishiga o'tib qoldi. Polkani tanlaganimiz uchun eskani bosib chiqib ketmaymiz, saqlanib qilmaydi. Shuning uchun закончить bosib chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Endi dinoni bu tarafi va bu tarafini kromka qilishimiz kerak. Закончить krishkani ham xuddi shunday. Bizga mana bu bokovoy kerak bo'ladi, oldi tomoni. Bokovoy ham kerak, oldi tomoni. Mana bu bokovoy. Mana bu bokovoy. Bizga noshkani ham kromkalari hozir kechasi ikkita bo'lib qoldi desam, Удалить облицовка kromka bittasini o'chirib tashladik. Bizga mana bunisi ham. Hozir menimcha hammasiga kromka belgilab bo'ldik. Mana kromka belgilanganlari alohida rangda, mana belgilanmaganlari alohida rangda turadi. Biz mana bu ikkita so'kinli belgilaganimiz yo'q. Shuning uchun u qora holatda turibdi. Eski tugmasi bilan bu buyruqdan chiqib ketdik. Biz kromka belgilaganimiz uchun kromkalarimiz sariq bo'lib qoldi. Mana bu buyruq orqali biz kromkamizning rangini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Kromka 0.4 ni rangini keling qora qilib qo'yaylik. Закончить. Kromkamiz qora bo'ldi. Endi nima yetishmayapti? HDF yetishmayapti. HDF qo'yamiz. Ro'paradan frontalniy detal olamiz. Uni mana bu qismga qo'yib, shagni 1 mm qilib olib, yonma suramiz. Negadir hozir surilmadi. Bu HDF deb qo'yaylik. HDF.
hedef joylashdi. Hedefni razmeri biroz kattaroq. Shu sababdan buni kichraytirishimiz kerak bo'ladi. Bu tomondan 1 mm surganimiz uchun bu tarafga 1 mm chiqib qoldi. Ikkala tomondan ham 1 mm kichraytirib oldim. Endi teva tomonini ham kichraytirib oldim. Endi bunga hedef Dubcraft Belly'da turibdi. Buni biz hedefga o'zgartirib qo'yamiz. Hedef bormidi bizda? Mana hedef. Chuqur glubinasi, ya'ni tolchinasi 3 mm. Mana so'rayapti bu yerda siz berayotgan material 3 mm, o'zi turgani esa 16 mm. Shunday qoldiraveraymi deyapti. Ha, qoldiraver deymiz. 3 mmlik Ctrl 3 tugmasi bilan ko'rib olishimiz mumkin. Hozir ichkariga kirib qolibdi. Buni tashqariga chiqarib qo'yishimiz kerak. Detallarni surmoqchi bo'lsangiz, Ctrl M tugmasi yoki bo'lmasa sichqonchaning o'ng tarafini bosgandan keyin Двигать и поворот tugmasini bosasiz. Bu burchagidan ushlab mana bu yerga olib qo'yasiz. Chiqdi. Bizni mebelimiz deyarli tayyor. Mana buni skriti qilib qo'yib ko'rsagan bo'ladi. Endi biz bularni qotirish sistemasini ko'rib chiqishimiz kerak. Rengin ko'rinishida hozirda bizda faqatgina eshik uchun teshigi bor. HDFni albatta muqtam qilganimiz uchun HDF hamda ikkita eshikni skriti qilib turamiz. Skriti выделение. Mana bu yerda mana ko'rgan bo'lsangiz faqatgina ramkani o'zi qoldi. Endi biz krishkani tanlab olamiz. Krishkani Крепежение фурнитура на stiki shu tugmani bosganimizdan keyin bizga o'zi avtomatik hozir yevrolarni qo'yib turibdi, chunki mana bu yerda yevro tayyor qo'yilgan. Biz buni mana bu tugmadan yoki avval tanlagan bo'lsak mana bu yerdan qo'yishimiz mumkin. Bizga eksentrik kerak bo'ladi. Eksentriklarni ko'rishingiz mumkin. Tashqariga chiqarib qo'ymasligi kerak. Ro'paradan ko'raylik-ku. Qarang. Eksentrikni qotiradigan tomoni ichida bu bokovoyda, mana bu yerda yana ichkarida, bu yerda ham ichkarida, mana bu yerda ham ichki tomonda turibdi. Shunday holatda ustonovit qilsak bo'ladi. Ustonovit. Mana ustonovka bo'ldi. Endi закончитni bosamiz. Bizga dinoni ham qotirishimiz kerak bo'ladi. Dinoni tanladik. Va o'zi avtomatik dinoga endi eksentrik qo'yib beryapti. Bizga eksentrik emas, Eurovint kerak. Eurovint mana bu yerda minimalni 7 cm qochishligini ko'rsatib qo'ygan. Siz buni xohlagan razmeringizni olib qo'yishingiz mumkin. 6, 9, 10. Menga 7 qulay bo'lgani uchun 7 mm qo'yib qo'yganman. Ustonovit. Endi tevalar qotdi. Endi pastga stokliga ham ustonovit bo'ldi. Hamma tomoni yevro bilan qotdi. Endi bizga polkamiz qoldi. Polkamizni polka держателda tashlasak ham bo'ladi, qotirib qo'ysak ham bo'ladi. Kirpijga o'tamiz. Mana bu yerdan polka держателni tanlasak, bizga bokovoyimiz uchun polka tushirib beradi. U 3 cm minimalni tashlab qo'yibdi. Keyin uni 5 cm qilib qo'yamiz. Endi bu yondan 5 cm qochib turibdi. Ustonovit bo'ldi. Teshiklari hammasi bor. Korpusimiz tayyor. Endi восстановить видимость qilib, skriti qilgan detallarimizni chiqarib olsak bo'ladi. Mana bizga tayyor chizma PTV uchun teshiklari, kromkalar hammasi belgilangan holatda turibdi. Bu chizmani xohlasangiz usluga sexlariga taqdim qilib, detallaringizni kestirib, tekshirib olib chiqib ketishingiz mumkin. Kromkalarni qilib, xohlasangiz o'zingizda barcha stonoklaringiz bo'lsa, versatka stonoklaringizga berishligingiz hammasi mumkin. Ularni ham albatta ko'rsatib o'taman. Bu darsliklarni yaqinda boshlaganman. O'zimning bilimlarimni sizlar bilan bo'lishish maqsadida
bu darsliklarni tayyorladim. Hop, keling. Buni mijozga ko'rsatadigan qilib ko'rsatishlik uchun ajoyib bir ko'rinishga o'tib olamiz. Agarda sizda ko'rinish mana bunaqangi qiyshiq holatda turayotgan bo'lsa, bu tugmani bosib siz chiroyli ko'rinishga olib olishingiz mumkin. Mana shu yoki mana bu ko'rinishdan render qilmoqchiman. Shu holatda klaviaturangizda print screen sys rq tugmasi bor. Yaxshilab qarasangiz, ko'proq o'ng burchakda teva tomonda turadi. Shu tugmani bir marotaba bosasiz va ekraningiz screenshot bo'ldi. Endi bizga misol hozir biz mana bu tugma rasmni ko'rgan edik. Shu rasmni o'zgartirish uchun kichkinchani bosamiz va izminit bosgandan keyin bu yerga videoliniyaga o'tib filter v biz screenshot qilgan surat chiqib keldi. Buni surat o'zini qoldirib kesib olamiz. Kesib oldik. 3 deb nomlangan ekan. Internetga kiramiz. Bizga Gemini kerak bo'ladi. Geminiga o'tamiz. Albatta bu kerak bo'lsa, mijozga ko'rsatish uchun sizda ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, shunday qilib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Загрузить fayl. Biz рабочий stolga 3 deb saqlanib qilgan edik. Mana 3. Iltimos shu rasmni render qilib ber. Shu chizmani yechishim kerak edi. Mana bizga surat chizgan pattivimizni render qilib berdi. Kromkalarni to'qroq qilib qora beribdi. Hattoki mana eksentrikni, o'rnlarini ham ko'rsatib qo'yibdi. Buni yuklab olib yoki xohlaganingizcha mijozga ko'rsatishingiz mumkin. Bu yerga ruchka qo'yib qo'yibdi. Render paytida ruchka qo'ymasa ham bo'ladi. Hop, chizmamiz saqlanib qilib qo'yamiz. Saqlash. Рабочий stolga keling. Dars 2 deb qo'yaylik. Bo'ldi, saqlanib bo'ldi. Bugungi darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan men Islomjon Davlatchayev bo'ldi. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Albatta men qolgan darsliklarda baziy mebelchilik bo'yicha barcha ma'lumotlarni sizlarga taqdim qilishga harakat qilaman. Men bilan bog'lanish uchun albatta Telegram opsiyanamni qoldiraman. Opsiyada Telegram manzilimni qoldiraman. Savollaringiz bo'lsa bemalol berishingiz mumkin. Xayr, sog' salomat bo'ling.